Assalomu alaykum. Iller avtomobilchilar, xudo xolasa sizlarga bir navbatdagi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan benzinli avtomat Gentra bo'ladi. Mashinamizda bir qator video uzatib beramiz, videoni ko'rib borasizlar. Ma'lumotlarni videoda berib boramiz. Do'stlar, qaranglar, kimda kim avtokrit asosida olaman degan bo'lsa, eldendan 9 million plak kelsa, hamma xarajat shuning ichida bo'ladi. Kim elektron qiziq bo'lmasa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, birma-bir javob beramiz. Mashinamizni hozir salon holatdan ko'rsatib beramiz. Görüşeceğiz mümkün polni kocadan taxlangan maşinimiz. Maşinimizde 2 eşik elde. Eldin yıla sözleştiren rul tuttu maşinimizde. Hürmetli abunaçılar. Maşinimizde kim kızık adam bolsa eller afsada tuttu. Geleverəsə xizmətdəmiz. Pəsim nömrələrimizi qaldıramız. Halasazda kredit, halasazda barter əsasında iş verəmiz. Geleverəsə eller afsada xizmətdəmiz.